Xo'shal, qanoatchan holatni tepishingizga, texmi yuqori energiya chastotasi holatini saqlashingizga yordam beradigan 3 bosqich. Yaxshimisizlar? Men Lala. Bu amaliyotda oldin qism videoning davomi. Bu mashqlarning sizning o'sib yetilishingizga, o'zgarishingizga yordam bo'ldi deb qarayman. Birinchi qadam sezish. Sezishning o'zi davolashdan derak berdi. Kayfiyatingizning ko'tarilganligini, pasib o'y xiyollarning kelganligini his qila olasangiz. Agar siz shu paytning o'zida bularni his qila olsangiz, amaliyotda siz bir mo'jiza yaratgan bo'lasiz. Chunki siz bu o'y xiyol, bu kayfiyatga cho'kib ketmadingiz. Uni sezalagan bo'lsangiz, bu sizning uning bilan ozroq orliq saqlaganligingizni tushundirdi. Bu sizning yanada o'zingizning xo'jayin ekanligingizni, ularning sizni aldab ketmaganligini tushundirdi. Shunga sezish barliq ishlarni o'zgartirishning eng muhim bir qadami. Ba'zida siz bularni his qilishga amalsiz qolgandek his qilishingiz mumkin. Bo'libmi kayfiyatingiz ko'tarilganda, balkim bek achchig'im keldi, bek bearam bo'ldim, bu vaqt his qila olishim mumkin emas deyishingiz mumkin. Lekin agar mashq qilishni xohlasangiz, kayfiyat davolg'ishingiz bek ko'p bo'lmagan chaqlarda o'zingizning badanni his qilishni mashq qilsangiz bo'ladi. Bu chaqda o'zingizdan so'rang. Hozir mening hissiyotim qandaq? Badan sezimim qandaq? Kayfiyatim qandaq? Mening kallamda hozir qandaq o'y xiyollar bor? Siz o'zingizni qancha ko'p ko'zatgancha u bir odatga aylanadi. Asta-asta o'zingizning hozirdagi kayfiyatni sezalaydiganligingizni his qilasiz. Bir mezgillik mashq orqali siz texmi sezgur bo'lib ketasiz. Xuddi kayfiyat ko'tarilishdan burun kayfiyatingizning kelganligini his qilgandek tuyg'uda bo'lasiz. Xuddi u nachar kayfiyat tonish his tuyg'uning ko'tarilib chiqadiganligini ozroq bo'lsa-mu oldin bilgandek tuyg'uda bo'lasiz. Bu dal biz mashq qilishga tegishli qism. Ikkinchisi chegara. Biz hammamiz nayt mustahkam bo'lgan shaxsiy chegaraga muhtoj. Shundala biz haqiqiy turda nurg'un energiyamizni behuda eqitib etmaymiz, isrof qilib etmaymiz, ham boshqalarning pasib energiyasining bizga bo'lgan ta'siridan saqlana olamiz. Shunga har qatim o'zingizning chastotasining intayin to'van, holatingizning yaxshi emasligini his qilgan vaqtingizda boshqalarning pasib energiyasini qabul qilgan, qilmaganligingiz, oilangizdagilar, do'stlaringiz, xizmatdoshlaringiz va jamiyatning ta'siriga uchirgan, uchirmaganligingizni tekshirib beqing. Biz hatta ba'zida o'zimizning pasib o'y fikr, pasib kayfiyati bilan chegara ayirishimiz kerak. Chunki nurg'un vaqtlarda bizning o'y fikrimiz boshqalardan keladi. Ko'pincha vaqtlarda bizning o'y fikrimiz kichik vaqtimizda olgan tarbiya, maktab, o'qituvchilar, ota-onamiz yoki jamiyatdan keladi. Shunga ba'zida biz o'y xiyollarimiz bilan o'zimiz oraliqda bir chegara yaratishimiz kerak. Masalan, men ilgirki videolarimda ham ba'rilangandek, pasib o'y xiyollaringiz bosh ko'targan chog'da siz uni muloyimlik bilan rad qilishni o'rganib olsangiz bo'ladi. Menga hozir bunda xiyol kerak emas desangiz bo'ladi. Bu xil pasib o'y xiyol, pasib kayfiyat hozirgi vaqtda sizga mulozimat qilmaydi. Undaqda uni rad qilishni o'rganib olishingiz kerak. Ba'zida o'zingizning rostla boshqalarning energiyasini qabul qilayotganligingizni his qilganda, hozir men o'z kuchimdan foydalanishni tanlayman, boshqalarning ta'siriga uchirmaslikni qaror qildim desangiz bo'ldi. Bu chaqda tuyuqsiz o'zingizning xilli yeniklab qolganligini his qilasiz. Balkim izchil boshqalarning pasib energiyasini yutib yurgan bo'lishingiz mumkin. Shunga bu bir xil uzoq muddatlik mashq. Siz vaqtingizni, zehningizni, kallangizni, kayfiyatingizni qo'g'dashni o'rganib olishingiz kerak. Siz bu nuqtani yaxshi qila olgandan keyin uni shaxsiyatchilik deb qaramang. O amaliyotda o'zni suyish, yeni kelib o'zingizni yaxshi qo'g'dasangiz, ondan boshqalarga haqiqiy mulozimat qila olasiz. 3-bosqich o'zgarish. Amaliyotda hamma odamning o'xshash bo'lmagan tanlashi bo'ladi. Men hammalarning o'ziga tava o'z chastotasini yuqori ko'taradigan qoral sanduqi bo'lishini umid qilaman. Mundaqcha aytganda, chastotingiz ancha yuqori emasligini bayqaganda bulardan foydalanasiz. Bu qorallarning sizga unum borligini bilasiz. Uning ustiga har qatim kayfiyatingizning yaxshi emasligini bayqaganda darhol ishlasangiz bo'ladi. Intayin oddiy, ya'ni tinch o'ltirib cho'nqur nafas olsangiz, mening meditatsion yetaklashimga ergishib meditatsion mashq qilsangiz, yoga, usul, har xil badan chiniqtirish mashqlarini qilsangiz, o'zingiz yoqtiradigan harakatlarni yoki telefonni etib etib kitob o'qisangizmi, yaxshi ko'radigan musiqalarni anglasangizmi, tushlikka 10 minut uxlasangizmi bo'ladi. Bu ishlar sizning chastotingizni darhol o'zgartira oladi. Burunqi qaynamdan sakrab chiqa olasiz. Azroq to'xtab, bu qaynamning aslidagi aylanish suratini sal ostiltib, o'zingizga azroq ichki bo'shliq yaratib bersangiz bo'ladi. Shunga bu bosqich intayin muhim. Siz o'zingizning asbob sanduqini yaxshi qurishingiz kerak. Bundaq bo'lganda siz har qatim o'zingiz ehtiyojli bo'lgan vaqtda bu saymallarni darhol ishilta olasiz. Men bugungi 3 nuqtaning bu 3 bosqichning sizning texmi baxtli, qanoatchan holatni tepishingizga, texmi yuqori energiya chastotasi holatini saqlashingizga yordam bo'lishini umid qilaman. Ko'nglinizga rahmat, biz kelarki sonda ko'rishaylik.